Ulug'bek Xudoyidod Mirzo Ulug'bekning o'ziga bu darajada ko'rsatgan hurmat ehtiromiga yuz kelolmay, o'rniga berishga majbur bo'ldi. Barliq o'rda arkonlari Amir Xudoyidodning oldiga kelib, bir-birlab ko'rishib chiqdi. Ashu amirlarning orasida Xo'ja Sharif Qashqariymi bor edi. U tatarg'an, g'uduqqan, tantirgan holda "Assalomu alaykum" deganicha kelib, Ulug'bek Xudoyidodga qo'l tangladi. Lekin Xudoyidod uning ko'zlariga tikilib bir qaravatgandan keyin ko'rish uchun qo'l bermadi. Kechirsira Amir. Garchi musulmondorchilikda salom berish farz, ilk ilish qarz bo'lsa-mu, o'zlarining bergan salomlarini zinhor ilk ololmasman. Shol topda Mavara Unnayr saltanati Buyuk Mo'g'uliston saltanatiga dushman turuqliq. Ularning hukmdoridan tortib, amirlarigacha bergan salomini ilk oliliyo. Nimishqa mening salomimni ilk olmaydilar deb o'ylayotganlari cho'qim. Shuni bilib qolsalarki, o'z vatanini o'zgalarga munqariz qilib bergan munofiq sotqindan raqibmi ming hassi yaxshidir. Men ikki haramni tavob qilish uchun saltanat ishlaridan qo'l uzganman. Shol boisdan o'zdagi buningdan ortiq so'z qilish yo'lim yo'qdir. Eng yaxshisi izzatlarini saqlab o'ltirsinlar. Xo'ja Sharif Qashqariy po'kandek qizarg'inicha suvon suralmadi. Mirzo Ulug'bek Ulug'bek Xudoyidodning bu so'zlarini anglamag'anqa selib oldi. Yuqori darajalik bir qancha amirlarini va Mirzo madrasasidagi olim o'limalarni qatnashtirib, Xudoyidodning sharpiga katta ziyofat berdi. Ziyofatda o'tgan xon podshohlar haqida, bir necha qitimliq mashhur lashkariy yurishlar haqida keng kushada suhbatlashdi. Ko'z qarashlarini bildirishdi. Mirzo Ulug'bek Ulug'bek Xudoyidodni Qashqar haqida eg'iz ochdi deb faraz qilgan. Eg'iz echib qolsa, qandoq javob berish haqida tayyorlik ko'ribmi qo'ygan edi. Lekin Ulug'bek Xudoyidod Qashqar haqida faqatli eg'iz ochmadi. Hatto Mirzo Ulug'bek ikki elning munosabati haqida so'z ochganda, Kechirchilar oliylari, kaminalari ikki haramni tavob qilish uchun saltanat ishlaridan qo'l uzganman. Bilgilar bo'lsa, Turpan taxtigoyga elchi avatgaylar deb gapni uzuvatdi. Ziyofat texi oxirlashmayla Ulug'bek Xudoyidod mengishga oldiradi. Lekin Mirzo Ulug'bekning uni oldirib qo'yivatkisi yo'q edi. Xudoyidodning qat'iyligi chiqib turgan ko'zlariga qarab, noiloj birar 2 kundan keyin deyishni ko'ngliga pukkan muddasini oshkorlashga majbur bo'ldi. Ulug'bek hazratlaridan o'tinadigan kichikgina iltimosim bor edi, dedi Mirzo Ulug'bek tavozu bilan hurmat bildirib. Bilmadim, hazratlari qabul ko'rarmikin? Quliqim o'zlarda, dedi Ulug'bek Xudoyidod dargumanda bo'lib. Mirzo Ulug'bek bir necha daqiqa o'ylanib olib, eg'iz ochdi. Babai buzurkimiz bo'lmish buyuk qog'on Chingizxonning to'ri qoidasini, o'rda ahkomlarini, saltanat qonunlarini hech kim sizlardek yaxshi bilmaydi. Mumkin bo'lsa, hazratlari Samarqandda bir necha vaqt turib, ol qoida ahkomlardan bizga ta'lim bergan bo'lsalar. Ulug'bek Xudoyidod Mirzo Ulug'bekning ko'ziga qarab turib so'radi. Oliylari, babai buzurglari bo'lmish Jannat makon Amir Temur soyib qiran hazratlarining tuzuklarini o'rganmabmidilar? Amir Temur tuzuklarini
albatta o'rgangan, dedi Mirzo Ulug'bek bir oz xijil bo'lib. biroq Chingizxonning to'g'ri qoidalarini, ahkomlarini mo o'rganay degan edim. Chunki ol qoida ahkomlarmi saltanat ishlarimizda zarur deb qarayman. Ulug'bek Xudoyidod keskinli javob berdi. Amaliyotda Chingizning to'g'ri qoidalari Amir Temurning tuzuklariga yetmaydi. Chunki Amir Temur tuzuklariga muqaddas diniy islomning shariat ahkomlari chambarchas bog'lanib ketgan. Meningcha oliylari yanada Amir Temur tuzuklarini puxta mutolaa qilgani afzal. Men bo'lsam Chingizning to'g'ri qoidalarini yomon ko'rib, Rasulullohning shariatiga kirganman. Ulug'bek Xudoyidod bir oz turib yana davom qildi. Olilarini yolg'iz shariat ilmida emas, boshqa turli ilmlardami kamolatga yetgan olim, donishmand, fozil kishi deb bilaman. Magarki olilar taklifimni qabul ko'rmay, yanada Chingizning to'g'ri qoidasiga maftun bo'lsalar, bo'pti. Ani o'gitib qo'ysam qo'yay. Lekin o'gitib qo'ygandan keyin hajga bormay, kaynimga yenib ketaman. Chunki kaminalari ikki haramni tavob qilish orzusida Sulton Uvays Xon oliylaridan ijozat olmayli yo'lga chiqqanman. Shariat ahkomlariga yot bo'lgan Chingizning to'g'ri qoidalarini targ'ib qilib turib, qilgan haj tavobni Janobi Haqning maqbul ko'rishi notayin. Mirzo Ulug'bekning og'zi tuvoqlanib qoldi. Degan gapiga pushaymon qildi. Ko'nglida Ulug'bek Xudoyidodga bo'lgan hurmati hassalab oshdi. Uni izzat ikrom bilan uzitib qo'yishga majbur bo'ldi. Xonzoda Yunusxon Mirzo Ulug'bekning chunqur xiyolga petib ketganini ko'rib, xiyolini chalg'itish uchun yengil yutilib qo'ydi. Adolat bana yar yurakda bo'lishga ma'qul bo'lsa, kaminalari Mo'g'uliston saltanatining xonzodasi bo'lish salohiyatim bilan vatanimdagi avom raiyatni harakatga keltirib, taxt saltanatni qo'limga ilishga bel bog'lagan bo'lardim. Chunki oliylarining rag'bati biz uchun cheksiz kuch-quvvatdir. Mirzo Ulug'bek xiyoldan bosh ko'tarib, Xonzoda Yunusxonga qaytadan nazar tashladi. Burutlari endi maysa bo'lishga boshlagan yigit xuddi uzun mezgil saltanat ishlariga aralashgan odamdek so'zlaydi. Bilishimcha, Turkiston amri Amir Shayx Nuriddin janoblari Xonzodamga ona taraf boboyi buzruk bo'ladi-ku deyman. Mirzo Ulug'bekning bu savolining taktiga yetolmagan Yunusxon qisqali javob berdi. Shundoq oliylari. Ajaba, Xonzodam yordamni boboyi buzruklari bo'lmish, ol Turkiston amridan so'ramay, shuncha yo'l menib kelib, bizdan so'rab qopdi-ku. Yunusxonning kallasidan Turkiston o'rtasida buvisining qilgan gaplari loppidi kechdi. Uningga Mirzo Ulug'bek buvisining ikki elni yig'iliqqa selib qo'yib, oradan foyda elish hiylasini bilib qolgandek tuyulib, sal huduqdi. Shundaqdimi chandurmaslikqa tirishib javob berdi. Ol babai buzrukdan yordam so'rgan edim. Ammo u Mavara Unnayr saltanatining yordam madadisiz bu ishni vujudga chiqarish mumkin emas deb oliylarining muborak dargohini tavsiya qildi. Haros Yunusxon darhol qo'ynidan buvisi Amir Shayx Nuriddin yezib bergan maktubni elib Mirzo Ulug'bekka tangladi. Mana bu Turkiston amirining oliylariga yezib bergan maktubi. Muborak nazarlaridan o'tkazgaylar.
Hödeychi bey Yunus xonning qo'lidan xatni elib Mirzo Ulug'bekka yetkazib berdi. Mirzo Ulug'bek Yunus xonga lappida qarab qo'yib, xatni tezla o'qib chiqdi. Shu topda Xonzoda Yunus xonning maqsadini bilgandan keyin Mirzo Ulug'bekning ko'nglidagi tugishlar bir-birli yeshilib ketgan edi. Amir Shayx Nuriddin maktubni xeyli ustadlik bilan yozgan bo'lsa-mu, Mirzo Ulug'bek bir o'qibla Turkiston amirining maqsadini bilib olgan edi. Hiylagar tulka. Navrisi orqali meni oldirmoqchi bo'pti-da. Men navrisining toji taxtini ilib berish uchun Mo'g'ulistonga lashkar tortsam, o'zi Turkiston janglida eshak boqamdikan. Gepining chiroyliligini ko'rmamdigan texi. Ikki arni jangi jidalga silib qo'yib, o'tirdan naf olmoqchi bo'lganligini kim bilmaydi? Mo'g'ulistonga lashkar tortsammi, eng avval Turkistonni qo'limga elib, ondan lashkar tortaman. Biroq hozir Mo'g'ulistonga lashkar tortishning payti emas. Qashqarning ovorgarchiligimi yetib echib turibdi. Samarqandga ko'tarilgan rasadxona g'ovg'asi cho'tiqi. Bu g'ovg'animi hargiz kichik chog'lig'i bo'lmaydi. Eshon Shayx Nizomiddin xomush, bo'sh odam emas. Hadisi qudratquli qilib, avom ra'iyatni qo'zg'ab, qarshi chiqish ehtimoli nihoyatda cho'ng. Bu saltanat uchun yoshirin xalq. Qashqarda ikki tuman lashkar turg'izib, Samarqandning lashkari kuchi xeyli ojizlab ketdi. Yangiltak qilmagan tuzuk. Allah xolisa rasadxonini tuttirib olmay turib, hargiz lashkari yurish qilmayman. Biroq Amir Shayx Nuriddinning no'xlisini ozroq ilib qo'ydigan ish edi. Voy Hödayjibek, elchilari orqali o'lpon avatibdi devatgan. Qanchalik o'lpon avatganda? Ol hiylagar Amir hargiz bu necha o'lponlarni biraqla topshirmaydi. Ozg'ini bir narsa avatib, meni oldirmoqchi. Hiyli mekrlarga ishondirmoqchi. Shu orqali meni Mo'g'ulistonga lashkar tortishga ko'ndirmoqchi. Menmo unda qozonga mundoq cho'mish qilib, ustadlik qilganiga to'yg'izaymikin. Mo'ning navrisini yonimda nazarband qilib, kam qilib qolgan necha yillik o'lponlarni to'liq topshirishga majburlaymikin. Shu chaqda qanday qiladi ekan qani? Tog'dan tulka tomchiqidan ilinar degan mushu-shuda. Xiyolidan bosh ko'targan Mirzo Ulug'bek javob kutib turgan Xonzoda Yunus xonga so'g'uq nazar tashladi. Shu hamon Yunus xonning badani shurkinib ketdi. A'zoyini so'g'uq ter bosdi. Tuyg'usi allaqandoq bir xavfni sezgan edi. Shundaqdimi ichki tuyg'usini yoshirib, o'zini tamkin tutishga tirishdi. Xonzodam Samarqandga yolg'iz keldimikin? Yo'qsa aliylari 3000 ga yaqin hamrohlarim bor. Javob berdi Yunus xon Mirzo Ulug'bekka umid bilan qarab. Ular Xonzodamning navkarlari ekanda. Navkarlarim oz. Tangdan to'lisi turpandan kaminalarga agasgan ra'iyatdir. Oziq-tulikimiz, xarj-xarajatimiz tugab ketganligi uchun shu topda ular bir to'g'ram nonga to'limi muhtojdir aliylari. Mumkin bo'lsa,
ularga oziq-tulik berilgan bo'lsa, To'li obdan. dedi Mirzo Ulug'bek o'ylanib turmayla. Xonzodam chiqib, o'rda taki xonasida aram ilib turg'ay. Qoldi ishlarni nasihat qilib javobini bergaymiz. Billa kelgan ul ra'iyatning holidan xabar ilib, har bir o'ylikka ayrim-ayrim ta'minot tayin etgaymiz. Yunusxon das o'rnidan turib minnatdorligini bildirdi. oliylarining himmatiga tasanna. Yunusxon saroyning sirtida saqlab turgan xos nökeriga Mirzo Ulug'bekning va'dasini yetkazib, uni shaharning sirtida saqlab turgan hamrohlarining qishig'i berishga buyurdi-da, o'zi Shig'ovul amirning hamrohligida o'rda taki xonasiga qarab mangdi. Amir to'qmoq barlas, dedi Mirzo Ulug'bek o'rda Yasovul amiriga qarab. Labbay oliylari. deb qaddini rusladi Amir To'qmoq Barlas. Xonzoda Yunusbek qattiq taqib ostiga iling'ay. Ammo salomatligi, bexatarligiga kafolat qiling'ay. Ehtirom bilan muomala qiling'ay. Bosh ustiga. Amir To'qmoq Barlas farmonni ijro qilish uchun chiqib ketdi. Ol Turkiston elchisi kirgay, dedi Mirzo Ulug'bek. Hayal o'tmay Irazon Barin bilan Merak Turkman saroyga kirib keldi. Bayatdan beri nima uchun o'zlarini saroyning sirtida saqlatganligini bilolmay taajjublangan ikki amirning chiroylari tashvishlik edi. Assalomu alaykum, dedi ular Mirzo Ulug'bekka egilib salom berib. va alaykum assalom, dedi Mirzo Ulug'bek chiroyini ochmay sur ko'rsatib. Irazon Barin har qancha bo'lsa-mu Mirzo Ulug'bekni o'ziga ochiq chiroy ochdi. Og'zining uchida bo'lsa-mu ahvol so'raydi. Quduliqning hurmatini qilmay qo'ymaydi deb o'ylagan edi. Biroq Mirzo Ulug'bekning alpozini ko'rib, birdilla ruhi tushib ketdi. Xatolashganligini his qildi. Shundaqdimi o'zini tamkin tutishga tirishib, eg'iz ochdi. Bizlar kim? Turkiston amirlaridan olampana Mirzo Ulug'bek oliylariga ehtirom bo'lg'ay. Muborak dargohlariga posibonimiz Amir Shayx Nuriddin oliylarining behisob salomi bilan oz bo'lsa-mu 2 yillik o'lpon peshkashlarini elib keldik. shuncha yil yo'qab ketib, amdi bo'lganda aran 2 yillik o'lpon elib kelishdimi janobi amirlar? dedi Mirzo Ulug'bek ularga qilchilik yuz xotir qilmay. Ol posibonlari gadinida oz deganda 10 yillik o'lpon borligini bilmamdikan? Ikki amir titriginicha Tixumibek egildi. Yanala Irazon Barin eg'iz etishga majbur bo'ldi. Tasarrufimizda uda bir necha yil qurg'oqchilik bo'lib, yayloqlar qurib, ziroatlar o'xshimidi. Posibonimiz Amir Shayx Nuriddin oliylari bu ahvolni olam panohga tushuntirishimizni, qolgan o'lponlarni kelar yilning oxirigacha qoldirmay to'liq topshirdiganligimizni yetkazishimizni topilgan edi. Bas! Ortiqcha sabab ko'rsatib, tillarini chaynimizlar, dedi Mirzo Ulug'bek qo'lini silkib. Ol Amir Shayx Nuriddinning qo'sqida qandoq jin borligi bizga ayon. Berib so'zimizni yetkazsinlar. To'liq ustadlik qilaman deb avori bo'lmasin. Navrasi bo'lmish Yunusbekning toji taxtini ilib berish uchun biz Mo'g'ulistonga lashkar tortqudakmiz o. Ammo o'zi bir chetda turib tomosha ko'rgidak. Bu jonda nadim oshunda ahmoqona ish borkan. Men Mirzo Ulug'bekni kim chaqlab qopti?
Ha? Necha yildan beri köy o'g'li Sulton Uvays xonni himmat qilib, hukmimizga sarkashlik qildi. Saltanatimizga itoatgarlikni sunishdan bosh tortdi. Mana endi ozg'ini o'lpon peshkashlarini dastak qilib, do'stlik, sadoqat, vafo, adl adolatdan so'zi ichibdi. Navrisining taxt saltanatini so'yib elib berishimizni o'tinibdi. Muddasi ikki alni yig'liq patqiqib patirib qo'yib, o'zi orada naf olmoqchi. Men bundoq sanamga oldirab tashlamayman. Ol Amir Shayx Nuriddin xabarsiz qolmasinki, navrisi Yunus Bayni to'rg'oq hisobida tutib qoldim. Navra lozim bo'lsa, dargoyimga o'zi kelsin. Yana shuni bilib qolsinki, qilib qolgan o'lponlarini darhol avatsin. Bo'lmasa, o'zim berib ilib kelaman. Tuzgan pilonlarining pash bo'lib qolganligini sezgan amirlar lom jim deyolmadi. Mirzo Ulug'bekka o'zining qudi ekanligini eskartishni ko'ngliga pukkan Erazon Barin bu niyatidan darhol yoltaydi. Xo'sh degunicha yovashlik bilan qo'l bog'ladi. Elib kelgan o'lponlarni topshirib berib, elchilarni uzitib qo'yinglar, dedi Mirzo Ulug'bek. Erazon Barin bilan Merak Turkman izzatsiz kishilar qatorida muomalaga uchrab qo'g'langan bo'lsa-mu, boshlarining omon qolganiga xush bo'lishib, Mirzo Ulug'bekka ta'zim qilganicha chiqib ketishdi. Mirzo Ulug'bekning hukmidan rozi bo'lgan Samarqand shahar hokimi Miranshoh Do'rg'a mamnunlik bilan hijoydi. Ha. Mirzo Ulug'bek Erazon Baringa qilgan qattiq muomalasidan endilikda bir oz xijil bo'lib qolgan edi. Shundaqdimi o'ziga tasalli berib ko'nglini ovundirishga tirishayotdi. Hechqisi yo'q. Erazon Barin dargoyimga qudi salohiyati bilan emas, og'zi Amir Shayx Nuriddinning hukumat elchisi salohiyati bilan kelgan. Shunga uningga mushundaq muomala qilishim zarur. Saltanat ishlari bilan urug' tuqqandarchilik munosabatini aralashtirib qo'ysam yaxshi bo'lmaydi. Aslida uning bu elchilikni qabul qilishi xato bo'lgan. Balki mendan qudilikning yuz xotirasini qilishimni tama qilgan bo'lg'aydi. Ammo ikkisi ikki ish. Ishning o'z yo'lida bo'lgani yaxshi. Ahli bo'lsa to'g'ri tushunar. Elim yuz xotira qildim. Amir Shayx Nuriddinning qilgan sarkashlik uchun elchilarni kaltaklatib qo'g'lasam-mu haq edi. Shu asnoda ko'k saroyga oldirab kirib kelgan Ostoni Yotishbegi Mirzo Ulug'bekning xiyolini bo'lib, ma'lum bo'lg'ay deganicha qo'l bog'ladi. Xo'sh, dedi Mirzo Ulug'bek. Bir top so'pi darvishlar Rasatxon qurilishi o'rniga yana to'plashibdi oliylari. Mirzo Ulug'bek g'azab bilan o'rnidan turdi. Rasatxon qurilishiga qilingan har qanday to'sqinlik Mirzo Ulug'bekning g'azabini qo'zg'aydi. Shu daqiqada u Rasatxon qurilishi o'rniga berib, johil so'pi darvishlarning g'o'g'asini o'zi bevosita besiqtirish niyatiga kelgan edi. Shahar sirtidagi ol Mo'g'ulistonliklarni qanday qilamiz oliylari? So'radi Miranshoh Do'rg'a. Sizlar qanday qilsak bo'lar? Meningcha, ularga bekor ta'minot tayin etib belini baqsaq, xonzodasini nazarbandga olganligimizni bilib qolsa, to'polon ko'tararmikin deyman. Rasatxon qurilishi o'rniga berishga oldirab qolgan Mirzo Ulug'bek o'ylanmayli javob berdi.
O'zlari bilib bir taraf qilsinlar. Mirza Ulug'bek bir qancha amir sipohlarini boshlab ko'hak to'piligiga qarab mangdi. Ko'ksaroyda qolib qolgan Miranshoh Do'rg'ining gul qaqalari echilib ketdi. Inisi Sotuxonning o'limi sababli Mo'g'ulistondan kelgan har qanday odamga uyushmanlik qiladi. Shuningmi, yaqindan beri Mo'g'ulistondan kelgan savdogarlarning Samarqandda savdo tijorat qilmoqila emas, jon saqlamoqimi tas bo'lib qolgan edi. Miranshoh Do'rg'a lashkar boshlab chiqib, shahar sirtidagi zo'r umid, ishonch bilan saqlab turgan begunoh Mo'g'ulistonliklarni oila jamoat bo'yicha bo'linib, bir-birlab shaharga kirishga buyurdi. Ondan shaharga kirganlarning orasidan quramiga yetgan erlarni ayirib, qamab qirivatdi. Ayollar va bolalarni lashkarlarga o'lja hisobida uylashtirib berdi. Bu mudhish qirg'inchilikdan kechikib xabar topgan Mirza Ulug'bek qattiq afsuslandi. Gerçi Miranshoh Do'rg'ini xeyli ayıplagan, achchiqlagan bo'lsa-mu, jazoga buyurmadi. Mushu qirg'inchilik sabablik o'zini ayiblik hisoblagan Mirza Ulug'bek nazarband qilingan Xonzoda Yunusxon bilan qayta ko'rishni xohlamadi. Vujudini xijillik tuyg'ulari chirmab olgan edi. Tunji ko'rishdala Xonzoda Yunusxon uningda cho'nqur ta'sirat qoldirgan edi. Har qitim Yunusxonni esiga olsa, uning sabiylik chiqib turgan chiroyi, aql farosat chaqnab turgan ko'zlari, tamkinlik, salmoqliq chiqib turgan qomati ko'z oldiga kelib olib, Hirotdagi dadisi Shohruh Mirzaning o'rdisida turayotgan cho'ng o'g'li Abdullatifxonni esiga solatdi. Tarbiyalanishiga, axloq fazilatiga, yurish turishiga qattiq talab qo'yganligi sababidanmi, o'g'li Samarqandda turishni xohlamay Hirotga buvisining qishig'i berib olgan edi. Mirza Ulug'bek bu cho'ng o'g'lini seg'inatdi. Istiqbolidan voyim yeydi. Uning ravurus tarbiyalanib, har xil ilmlarda kamolatga yetib, kelgusida toji taxtga varislik qilishini orzu qiladi. Ammo o'yin tomoshidan boshqaga havisi yo'q quruq so'lat bu xonzodasidan qattiq umidsizlanadi. Dadisiga pat-pat maktub yo'llab, o'g'lining ahvolini so'raydi. O'g'lini bir necha qitim Samarqandga qaytirib kelmoqchimi bo'ldi. Lekin Hirotga avatgan amirlari quruq qo'l qaytib keldi. O'g'li Abdullatif Mirza dadisining qishig'i qaytib kelishni qat'iy rad qilgan edi. Mushularni o'ylasa, butkul bir elni idora qilishga qurbi yetgan Mirza Ulug'bekning o'g'lini boshqarishga kuchi yetmay yuragi ichishatdi. Hasratlanatdi. Dadisidan, vatanidan ayrilgan Xonzoda Yunusxonning aqlliqligi, ig'ir besiqligi, tam farosatlikligi, qo'lidan ketgan taxt saltanatning g'amini yeyishi, yuragidagi hasad o'tlarini lovulda o'tadi. O'z o'g'li bilan Yunusxonni selishtirib o'ltirgan Mirza Ulug'bekning kallasiga tuyuqsiz bir xiyol keldi. Shunda qilay bo'lmasa. Xonzoda Yunusbekni Hirotga otamning dargohiga avatay. O'g'lim Abdullatif Mirza bilan birga tarbiyalansin. Davomliq birga bo'lsa, o'g'lim uningdan fazilat o'rganar. Ta'sirini qabul qilar. Yunusbekni Samarqandda tutib qolganimning nima foydasi? Bu dargohda turaversa,
uning bilan ko'rishsam bo'ladi. Ko'rishsam, hamrohlarining beshiga kelgan qirg'inchilik, ofatni qandoq tushundiraman? Ko'zimdan neri tursa, men bu vijdon azobidan oz-to'liq qutulib qolgudekman. Nimali degan bilan, uning yeshi texi kichik. Bir saltanatning tizginini o'zi mustaqil tutib tura olmaydi. Avval tarbiyalangach sal cho'ng bo'lsin. Shu chaqda bahodir sarkarda lashkarlarim bilan Mo'g'ulistonga yo'lga solay. Talpingan toji taxtini ilib beray. Mirza Ulug'bay muddasini Yunus xonga gap agitmay o'dilla bayon qildi. Yunus xon o'zi bilan birga kelgan 3000 ga yaqin hamrohlarining beshiga kelgan qismatdan xabar topgan edi. Mirza Ulug'bayning maqsadini anglab, damonliqqa javob bermadi. Lavlarini tishliginicha beshini tuvan soldi. Mirza Ulug'bayning taklifiga yo'q desam, Samarqand ordusida nazarband tutursam bo'ladi. Balkim meni nazarbanddan ozod qilib, erkimni ixtiyorimga berar. Ol chaqda nagimi borarman? Turkistonga onamning qishig'i borsam, biror cho'ng ish tayyorlashim mumkin emas. Uning ustiga Turkiston amri bo'lmish baboi buzrukmi? Endi Mirza Ulug'bayga sarkashlik qila olmaydi. Uning Mo'g'ulistonga lashkar tortib, taxt saltanatni ilib bergudek mag'durimi ham yo'q. Taqdir qismat meni bu dargohga akelgan ekan. Mirza Ulug'bayning peshig'i mahkam esilay. U rost aytdi. Yeshim tex kichik. Mo'g'uliston tasarrufini ilkimga olgan taqdirdimi? Saltanat tizginni mahkam tutib tura olishim notayin. Amir Kabir Said Ali olibli bo'ladi ekan. Menga xotirjamlik yo'q. Turpan taxtiga oidiki boshqa amirlarmi? Said Ali olibdan yuz o'rib, meni qo'llashi notayin. Bir necha vaqt fursat kutay. Uninggacha cho'ng bo'lib olaman. Turpan xalq madrasasidagi ustozlarim Hirotni olim o'limalar jo'g'lashgan ilm dargohi deb ta'riflashatdi. Mushu fursatda ol dargohga berib ilm tahsil qilay. Taxt saltanatni mustahkam tutib turish uchunmi ilm o'rganmay bo'lmaydi. Xonzoda Yunus xon xiyoldan bosh ko'tarib, o'zidan javob kutib turgan Mirza Ulug'bayga qaradi. Va'dasida turmay, turli bahonalarni ko'rsatadigan odam mard, himmatli kishilardan sanalmas. Ammo adolatpana oliylarni lavzida turadigan himmat egisi deb bilaman. Vaqt qarali kelganda Mo'g'uliston saltanatini ilkimga elishim uchun himmatlarini oymasliklarini umid qilaman. Mirza Ulug'bay Yunus xonning o'zidan va'da talab qilayotganligini bilib, yana bir qitim hayajonlandi. Nemancha aqlli yigit bu. Kelgusida cho'qim shoni shavkatlik saltanat egalaridan bo'lib chiqqudek. Xotirjam bo'lsalar xonzoda, dedi Mirza Ulug'bay javob berib. Kimiki komil odam bo'lishni xohlasa, ham olim, ham omil odam bo'lishni ko'zlamiki kerakdir. Avval Hirotga berib ilm o'rgansalar, vaqti kelganda qurbimning yetishicha yordamimni oyimayman. Balkim bu ish tili, dini, yiltizi, qavmi bir bo'lgan ikki elning abadul abad do'stligiga sabab bo'lsa ajab emas. Shundoq qilib, Mirza Ulug'bay Xonzoda Yunus xonni Hirotga yo'lga soldi. Uning ahvolidan maktub yezib, dadisi Shohrux Mirzani xabarlantirdi. Shohrux Mirza o'g'li Mirza Ulug'bayning Yunus xon va uning hamrohlariga tutgan muomalasidan
qattiq norozi bo'ldi. Ayıpledi. Yunus xonga nevrisi Abdullatif Mirzaga qilganiga o'xshash otalarcha muomala qildi va uni Hirotdagi mashhur olim, tarixchi Sharafiddin Ali Yazdining tarbiyasiga topshirdi. Hurmatli radio anglag'uchi do'stlar, yozuvchi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonning Bahodirnoma nomli 6 qismlik tarixiy romanining 2-chi qismini bugun mushagicha anglatdik. Davomini atki programmamizda anglag'aysizlar. O'zda gazaklar orasidan 10 sarvozni tanlab yo'lga solsalar, yov qarorgohining orqa tarafiga o'tib, ahvolni tafsili bilib kelsin. Gapga rastilla ustganlar janobi amir. Biroq uxlamay tushakab qopdilar. Ey dangal ajab cho'ng bo'lgan sahrolik. O To'g'liq Temirxon abilarini shepi keltirib, uning qay zamondagi cho'ldir kepan bo'lib ketgan to'nida tarlashdan numus qilsam-chi.